Freon mavzusi. Freon tarkibiga to'xtalib o'tamiz. Dastlab freon uglerod, vodorod va ftordan tashkil topgan bo'ladi va sharoitga qarab xlor ham bo'lishi mumkin. Demak, freon ugleroddan tashkil topgan bo'lar ekan. Uglerod soni n ta bo'ladi. Bir daqiqa. Uglerod soni n ta bo'ladi. Va albatta freon vodoroddan tashkil topgan bo'lar ekan. Bir daqiqa. Ekranga sal nimadir bo'lib shekilli. Demak, uglerod n ta bo'ladi. Vodorod soni to'xtaladigan bo'lsak, vodorod soni x ta bo'ladi albatta. Xo'sh, undan keyingisi esa ftor soni to'xtaladigan bo'lsak, ftor soni albatta y ta hisoblanadi va sharoitga qarab xlor soni bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa bo'lmasligi ham mumkin. Sal ekranda muammo bo'layapti. Shuning uchun ekran yozuvi sal o'xshamay qolyapti. Xo'sh, endi uglerod soni freonda qay tartibda bo'ladi? Uglerod soni yodimizdan chiqmasin, freonda, ya'ni kodni aniqlashda. O'zi bizda freon nechidir deydi. Masalan, freon 245. Masalanda 213 deylik. Masalan, freon 213 yoki bo'lmasa freon 112 yoki bo'lmasa freon 12 yoki bo'lmasa freon 335 bo'lishi mumkin. To'g'rimi? Demak, mana shu tariqa freonning kodlari bo'ladi. Bu freonning massasi emas, albatta freonning kodi hisoblanadi. Endi albatta o'sha freon kodi bilan kelganda biz freonni qay tariqa ishlaymiz? Ko'rinyaptimi endi? Qaytadan. Ekran hammaga ko'rinyaptimi? Yozyapsizlar, iloji bo'lsa. Ekran ko'rinayotgan bo'lsa. Xo'sh, bizga mana shu tariqa bo'ladi freon formulasi, ya'niki freon kodi bilan keladi. O'sha biz kod orqali freonni nimasini albatta o'sha nomini yoki formulasini topishimiz kerak, to'g'rimi? Endi bizda freonda yodimizdan chiqmasin, uglerod soniga to'xtaladigan bo'lsak, freonda uglerod soni n-1 degan formula bilan ifodalanadi. Endi esa vodorod soniga to'xtalib o'tamiz. Freonda vodorod soni x plus 1 degan formula bilan ifodalanadi, ya'ni kodni aniqlashda. Xo'sh, endi esa ftor soni yodimizdan chiqmasin. Freonda o'z holicha keladi, ya'niki hech qanday o'zgarishlarga nima qilmaydi, uchramaydi. Demak, ftor soni y ta bo'lsa, albatta o'sha y ta holatda kelaveradi. Xo'sh, endi biz masalan freon 213 dedi, to'g'rimi? Freon 213 ni formulasini topishimiz kerak. Albatta freon 213 formulasini topishimiz uchun xo'p, nima qilamiz? Demak, n-1 ni qiymati 2 ga teng ekan. Buni qayerdan bilamiz? Yodimizdan chiqmasin. Doim o'ng tomondan eng oxirgisi ftor hisoblanadi. O'rtadagisi o'ng tomondan ikkinchilikdagi desak ham bo'ladi, vodorod hisoblanadi. O'ng tomondan uchinchilikdagisi esa nima hisoblanadi? Uglerod hisoblanadi. Bu yerda ham o'ng tomondan birinchisi ftor, ikkinchisi vodorod, uchinchisi esa nima edi? Uglerod. Bu yerda ham xuddi shu tariqa, ya'niki birinchisi vodorod, xo'sh, uzr, ftor, ikkinchisi vodorod va uchinchisi uglerod hisoblanadi. Bu yerda ham xuddi shu tariqa, ya'ni ftor nimadan? Vodoroddan yoki bo'lmasa ugleroddan hisoblanadi. Mana bu yerda yodimizdan chiqmasin, 0 bor degani, ya'ni ikki xonali raqamlar kelib qolsa, albatta bu yerda 0 borligini nima qilib turadi? Ifodalab turadi. Xo'p, endi demak bizga dastlab uglerod soniga to'xtalib o'tamiz. Qani, uglerod soni nechta ekan? 2 ta ekan. Mana bu yerda, ya'niki o'sha kodda 2 ta ekan. Demak, n-1 ning qiymati bu degani 2 ga teng degani. Demak, n-1 teng 2. Demak, bu kodni aniqlash uchun qo'llaniladigan formula yodimizdan chiqmasin.
Endi bu yerda n ni qiymatini topadigan bo'lsam, n teng nechaga teng bo'ladi? N teng 2 ga teng bo'ladi. Endi vodorod soni 1 ni ko'rsatib turibdi. 1. Mana kodda. Demak, x plus 1 ni 1 ga tengladik. Demak, x ning qiymati 0 kelib chiqadi. Endi esa ftor soniga to'xtaladigan bo'lsam, y teng nechaga teng bo'ladi? 3 ga teng bo'ladi. Demak, freonimizda demak, freonimizda uglerod soni mana bu yerga 3 bo'lish kerak edi. n-1, -1imiz bu yoqqa o'tsa, plus bu o'tadi, shunda n teng 3 bo'ladi. Demak, uglerod soni 3 ta ekan, vodorod soni albatta ko'rib turganimizdek yo'q ekan, 0 ga teng. Ftor soni 3 ta ekan. Endi ko'rib turganimizdek uglerod 3, ftor 3 degan freonga to'g'ri kelib turibdi, to'g'rimi? Lekin bu asli to'g'ri javob hisoblanmaydi. Freonni bana aytib o'tdim, tarkibiga, vaziyatga qarab xlor atomi ham bo'lishi mumkin dedim, to'g'rimi? Endi biz xlor atom bor yoki yo'qligini qanday bilamiz? Formulasi ham bor, formulasini ko'rsatib o'taman. 2n plus 2 ayrilgan x plus y degan formula bilan foydalanadi. Endi siz bu formulaga qo'yishda ozroq qiynalishingiz mumkin. Shuning uchun men sizlarga oddiyroq formulasini o'rgataman. Alkanlar formulasini bilamiz. Alkanlar formulasi Cn H2n plus 2 ga taqaladi. To'g'rimi? Endi n o'rniga 3 ni qo'yadigan bo'lsam, propan kelib chiqadi. C3 2 3 6, vodorod soni nechta? 8 ta. Demak, uglerod 3, vodorod soni 8 ta ekan. Endi mana shu 8 ta vodorod o'rnini 3 tasini ftor egallagan ekan. Vodorod soni yo'q ekan. Mana bu yerda ko'rinib turibdi, 0 deb turibdi. Demak, nechta qoladi? 8 tadan 3 tani olib taslasam, 5 ta qoladi. Demak, mana shu 5 tani o'rnini xlor egallagan bo'ladi. Demak, freonning formulasi uglerod 3, ftor 3, xlordan 5 ta bo'lgan birikma hisoblanar ekan. Xo'p, savollaringiz bormi? Mana shu birinchi holat yuzasidan savollaringiz bormi? Xo'p, savollar yo'q bo'lsa, ikkinchisiga to'xtalib o'taman. Agar kimdadir savollar bo'lsa, qo'l ko'tarsangizlar, albatta javob berib o'taman. Ovoz hammaga eshitilyaptimi o'zi? Ovoz va ekran hammaga ko'rinyaptimi? Iloji bo'lsa, belgi qoldiraveringizlar. Hammaga tushunarli bo'lsa, xudo xolisa, davom etaversak bo'ladi yana. Xo'p, endi ikkinchisini ham to'xtalib o'tamiz. Kelingizlar, mana shu 4 tala formulaga ham to'xtalib, freon formulalarini keltirib chiqaramiz. Xudo xolisa, keyin dars oxirida sizlarga misollar beraman. To'g'ri topganlarimni albatta misollarni o'sha kanalga chiroyli qilib yozib qo'yamiz nomidan. Xo'p, endi freon 112 debdi, to'g'rimi? Freon 112 ni endi qanday ifodalaymiz? Demak, aytib o'tdim, uglerod soni n-1 degan formula orqali freonning kodi aniqlanadi dedim. Demak, freonning kodida uglerod soni nechta ekan? Bitta ekan. Demak, yozamiz. n-1 teng uglerod soni 1 kodda. Demak, n ning qiymati necha kelib chiqadi? 2 kelib chiqadi. Demak, biz xulosa qilsak bo'ladi, uglerod soni 2 ta ekan. Yozib qo'yamiz, uglerod soni 2 ta. Endi esa vodorod soni bittani ko'rsatib turibdi. Demak, x plus 1 teng 1. Demak, mana plus 1imiz bu yoqqa ayirish bo'lsa, x teng 0 hisoblanadi. Demak, vodorod soni nechta ekan? 0 ta. Endi esa ftor soni ko'rinib turganda 2 ta turibdi. Demak, biz y ni qiymatini 2 bo'lgani uchun ftor soni 2 ta deb olamiz. Demak, bizga formulamiz uglerod 2, ftordan 2 ta holatda turibdi. To'g'rimi? Demak, tarkibida buni nimasi ham bo'lgan endi? Xlor ham bo'lgan. Endi xlorin sonini mana bu formuladan topa olamiz mana. CnH2n plus 2. Demak, C2 H necha bo'ladi? 2 ga 2 4, 4 ga 2 qo'shsam 6. Demak, vodorod 6 tadan 2 tasini ftor egallagani uchun vodorodlar sonini 4 ta qolamiz bizda.
Demak, qolgani nima bo'lgan? Xlor bo'lgan shunda. Mana 4 ta. Demak, frionning formulasi uglerod 2, ftor 2, xlordan 4 ta bo'lgan ekan. Xo'p, keyingisiga to'xtalib o'tamiz. Keyingisi uglerod, vodorod, ftor. To'g'rimi? Mana shu orqali frionning formulasini demak n-1 teng 0 ekan, to'g'rimi? Demak, bu yerdan n ning qiymatini topadigan bo'lsam, n teng birimiz bu demak, xulosa qiladigan bo'lsak, uglerod soni bitta ekan. Endi o'rtada vodorod soni turibdi. X plus 1 teng 1. X teng 0 ga teng bo'ladi. Demak, vodorod soni nechta ekan? 0 ta. Vodorod 0. Endi esa keyingisiga to'xtalib o'tamiz. Ftor soni, albatta, ftor soni 2 dan ko'rsatib o'tiribdi. Demak, ftor soni 2 ta. Endi birikmani yozadigan bo'lsak, bizga CnH2 plus 2 orqali ifodalanadi, to'g'rimi? Demak, Cn, n o'rniga 1 qo'yasiz, H xo'sh 2n, 2 kara 1 2, 2 ni qo'shsangiz 4. Demak, ugleroddan bitta, vodoroddan 4 ta. Demak, 4 tadan 2 tasini ftor egallagan, shuning uchun 2 tani aytlaymiz. Bizga 2 qoladi. Demak, ugleroddan bitta, ftordan 2 ta, qolgani xlor ekan, xlordan ham 2 ta hisoblanadi. Demak, uglerod 2, ftor, uglerod ftordan 2 ta va xlordan 2 ta bo'lgan birikma ekan. Xo'p, oxirgi formulaga to'xtalib o'tdik, ya'ni frionning kodiga. Frion 335. Demak, n-1 teng 3, n teng 4. Demak, uglerod soni nechta ekan? 4 ta ekan. Endi vodorod soniga to'xtalamiz. Vodorod soni mana x plus 1 degan formula bilan ifodalangan. X plus 1 teng 3, x teng 2. Demak, xulosa qilsak, vodorod soni 2 ta ekan. Endi esa ftor soni y teng 5 ni ko'rsatib turibdi. Demak, 5 ftor soni 5 taligini bildiradi. Xo'p, endi uglerod 4, vodorod 2, ftordan nechta ekan? 5 ta ekan. Endi C4 talikka qanday alkan to'g'ri keladi? Demak, C4 mana buni o'rniga 4 qo'ysangiz 2 kar 4 8, ya'ni 2n, 2 kar 4 8, 2 ni qo'shsangiz 10 bo'ladi. Demak, C4 H 10 degan formulaga to'xtalamiz. Demak, uglerod soni mana 4 ta 4 ta, vodorod soni bu yerda 2 ta. Demak, 10 tadan 2 tani aytlasam, 2 tani emas, buringlar 7 tani ayiraylik, chunki 5 ta vodorodning o'rnini ftor egallagan. 2 taga 5 tani qo'shsam 7 ta bo'ladi. Shuning uchun 10 dan 7 ni aytlayman, necha bo'ladi? 3 bo'ladi. Demak, birikmamizda xlor soni nechta ekan? 3 tani ifodalab turibdi ekan. Demak, frionning formulasi uglerod 4, vodorod 2, ftordan 5 ta va xlordan 3 ta bo'lgan ekan. Xo'p, endi esa keyingisiga to'xtalib o'tamiz. Frionni agar bizga ko'rinishi berilgan bo'lsa, xuddi mana shu tariqa qilib ko'rinishi berilgan bo'lsa, biz endi uni formulasini qanday topamiz degan savol paydo bo'ladi. Kelingizlar bir daqiqa mana shu joyini bitta saqlanib qilib olaylik. Xo'sh, endi esa bizga o'sha frionni formulasi berilganda qay tartibda olib boramiz? Mana shu joyga to'xtalib o'taman. Ovozim hammaga eshitilyapti-ya? Ovozim hammaga eshitilyaptimi? Ularsa guruhga yozib o'tizlar, kimyo masala guruhimizga. Aha, xo'p, rahmat e'tiborlaringiz uchun. Xo'sh, endi oxirida savollarga albatta javob berib o'taman. Demak, bizga frionga doir endi formulalar kelib qolsa, masalan, uglerod soni 5, vodorod soni nechta? Masalan, 6 ta. 2 kara 5 12 bo'lsa, xo'sh, endi esa ftor soni. Xo'sh, nechta? 6 ta bo'lsa, masalan, keling 3 ta deylik. 3 ta. Xlor soni esa
9 ta bo'lgandan keyin 3 ta bo'ladi. Xlor soni ham albatta 3 ta bo'ladi. Sababi bular o'sha alkallarga mos kelish kerak. Ya'niki CnH2n +2 degan formulaga mos kelish kerak. Shunda C5H necha bo'ladi? 12 bo'ladi. Albatta 12 bo'ladi mana. Xo'p. Ovozim hammaga eshitilyaptimi? Bir kishi ovoz yo'q debdilar. Ovoz eshitilayotgan bo'lsa aytayozlar u kishiga. Ovoz eshitilyaptimi hammaga? Aha, bo'ldi. Xo'p, davom etamiz unda. C5H12 ga to'g'ri keladi, to'g'rimi? Endi xo'sh, freonning kodini qanday topamiz dedim, boya ham aytib o'tdim. Freonning kodini topishda uglerod sonidan, ya'ni n ta bo'lsa uglerod soni 1 ni ayiramiz dedim. Vodorod soniga, ya'ni vodorod soni x ta bo'lsa dedim. Nechini qo'shamiz dedim? 1 ni qo'shamiz dedim. Endi esa ftor soni esa o'z holicha yoziladi dedim. Xlor soni esa yozilmaydi freonda. Yodimizdan chiqmasin, vaziyatga qarab bo'ladi. Xo'sh, endi freonni mana shu yerdan kodini topmoqchimiz, to'g'rimi? Demak, freonning kodini topishimiz uchun n-1. Uglerod soni 5 taligi uchun 5 dan ayirib tashlaymiz 1 ni. Demak, 4 ta. Vodorod soni 6 ta bo'lgan 6 ga qo'shamiz 1 ni. 7 ta. Endi esa ftor soni o'z holicha yoziladi. Ftor soni nechta? beradi. Y-3. Xo'sh, demak bizga freonimizning formulasi freon 473 degan formula bilan ifodalanar ekan. Xo'sh, endi yana birorta freon yozamiz. Masalan, uglerod soni 4 ta, vodorod soni 2 ta, ftor soni masalan keling 10 xlorida nechta bo'lish kerak? 8 ta bo'lish kerak. 8 ta bo'lish kerak, chunki C4 H nechiga to'g'ri kelish kerak bu? 10 ga to'g'ri kelish kerak, ya'niki butanga. Xo'sh, uglerod sonidan nechini ayiramiz dedik doim? 1 ni ayiramiz dedik. Demak, 4 dan 3. Vodorod soniga 1 ni qo'shamiz dedik. Demak, 2 ga 1 ni qo'shsam 3. Ftor soni o'z holicha yoziladi dedim. Demak, 8. Demak, freonni kodi 338 ga teng ekan. Demak, freon 338 desak bo'ladi. Xo'p, hamma tushundimi mana shu joyini? Endi esa savollarga to'xtalib o'tamiz. Bitta saqlanib qila olaylik ekranni.